2010-yil ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, qora Lacetti, 1.8 motori bilan jihozlangan, 1.6 korobka qo'yilgan. Mana faralari tinch sostenada ekan. Mana shu kapotini ozgincha motori sepib qo'ygan ekan. Xolos bitta septirib olsa, uncha bilinmaydi, bilinar-bilinmas. Oyog'iga turibdi, yaxshi bo'lib taqib qo'yibdilar mana. Xo'p, kurgovoy tonirovkasi 8 oy bor ekan. Shumkasi yo'q. Salon holatlari mana yomon emas. 400 ming ozgincha moshura yurgan. Yaxshi chexolda taqib qo'yibdilar. Avtomat korobka, CC3 monitor, mechigar pult, metan gazlari bor ekan. Kraskalari 60-70% bor ekan. Bir tekisda ko'rib, tekshirib proverka qilaverasizlar. Motor hadoylarda ish yo'q deyishyapti. Xo'p. O'zimizning nomerimizga qo'yilyapti. Pastga yozib qoldirsanglar, telefon qilsanglar, egalar nomerini beramiz. Bemalol telefon qilib baraka qolishingiz mumkin. 2010-yil 3-paysa avtomat korobka, qora Lacetti. Xo'p, kraskasi septirilgan, podyubka qilib, qora Gentra 22 larning rangidan sepilgan akalar. Bosinglar.